Nega ayrim davlatlar qonunlari xalq xohishlari asosida belgilanmaydi? Axir qonunlar davlat uchun emas, xalq uchun ishlash kerak emasmi? Sen xalqni haddan tashqari yaxshi deb o'ylaysan. Aslida xalq beqaror, noshukur va ochko'zdir. Agar qonunlar faqat ularning xohishiga qarab yozilsa, davlat ertagiyoq tartibsizlik botqog'iga botadi. Qonunlarning maqsadi xalqni xursand qilish emas, balki tartibni saqlashdir. Nega biz hech qachon ko'rmagan va imzo chekmagan shartnomaga muvofiq yashaymiz? Insonlar jamiyatgacha tabiiy holatda baxtli va sodda bo'lgan. Biz endi yovvoyi holatga qayta olmaymiz. Shuning uchun bizga shunday davlat kerakki, u bizning o'sha tabiiy ozodligimizni qonuniy himoya qilsin. Tabiiy holatda baxtli, adashyapsan. Inson tabiatan yovuzdir. Agar qat'iy hokimiyat bo'lmaganida, o'sha sodda insonlaring bir-birining tomog'ini g'ajigan bo'lardi. Sen aytgan shartnoma qog'ozda chiroyli ko'rinadi, lekin hokimiyat qog'oz bilan emas, kuch bilan ushlab turiladi.